Bu sho'rvalarni qarang, sho'rvalarni qaynashini qarang. Ili sho'rvada bu haqiqiy darmon sho'rva degan nima ish bo'ladi? Ismoil aka, unda sho'rva unda reklama qildimi? Yo, reklama shart emasmi bu sho'rvalarga? Yo'q, qilib beramiz. Reklama qilish kerakmi, qilib beramiz. O'qilay mana sho'rvalarni qarang. Ko'p kishi hozir reklamadan indagi qilib bering deydi. Yo'lg'on deydi, o'sha yo'lg'on deganligimda u bu gap bo'lmi? Yo'lg'on bo'lmaydi, nima qilsam bo'lsangiz so'rayman. Xudo xohlasa aka. Ikkita teli, xohlasangiz qovurg'ali qilib beraman menga. O'qilay. Mana qovurg'ali. Sho'rvani qarang. Qovurg'ali qilib Samsung qarabmi Samsung? Yo, tagida qolib ketdimi? Mana yana so'rab beraman menga. Necha pul mana sho'rvani endi? 30 ming so'm. 30 ming so'm? Kim bor? Yo, Galibsa siz 30 ming. Mana galibsaniga ham 30 ming. Qiluvchilar? Ha, bo'lsa. bu golubcha. Ha, galibsasi bor. Bu ham sho'rvani ichida bo'ladi. Mana qarab turing. Bitta do'lma, bitta galibsa, O'qilay. ikkita teli, bitta chisni, Oh. bitta samsa. Dumbalarni qarang. Tevasak dumba. A shunda 30 ming so'm buncha. O'qilay. Narxlar o'ta arzon. Manzilimiz Lo'g'li Jahon bozorida faqatgina. Plus Qozonkov. Qozonkov qo'yamiz. Tayliq deb ketibdi-ku baga, Qozonkov. Ko'p kishi keladi, bizga ketishga go'sht deydi. U nimasi u? Namangan. U qotirma deymiz-ku biz. O'qilay bu Qozonkov bizda Namanganda. Namangan shahar Lo'g'li Jahon bozori.